Shu Madinada o'tgan yilgi holatdan bir misol aytaman. Madinada bir odamning pasporti yo'qolib qoldi, topguncha bo'lgan jarayonda o'sha odam o'zini pasportini topgunicha 15 daqiqa vaqt ketdi. 48 kishi avtobusda o'tiribdi, bitta odamning pasportini qidiryapmiz. Shu 49-odamni soatga qarab turibman, 13 daqiqa kutdik. Endi ularning kimligi ma'lum bo'lmagani uchun aytaveraman, avtobusning ichida o'tirib olgan odamlar shunaqa gaplarni gapirishyaptiki, ya bu bilan ularning hajjini savobidan asar ham qolmadi. Ya buyuk bir maqomga kelyapmiz. U yerda baqir-chaqir qilishlar. Imom Malik Tayzo Madina Munavvarada ulovga minmaganlar. Ulovimni oyoq tovushi payg'ambar alayhisolatu vassalomga ozor bermasin dedi. Hali Madinaga tushmasdan turib avtobusda gapirilgan gaplar insonni hayratga soladi. Shuning uchun men bu narsani gapirishim o'sha Madinadagi aeroportdagi kutishdagi mashaqqatdan boshlanadi. Insonning axloqi ko'rinishi.